Siz men bilan birga tövendeki ko'rinishlarni xiyol qilib beqing. O'zingizni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga o'ltirgandek tasavvur qiling. Uni ko'rish uchun ko'zlaringizni surtdingiz. Uning so'zlarini anglash uchun qalb eshiklaringizni ochdingiz. Chunki suyumli payg'ambarimizning so'zlari quloq bilan emas, qalb bilan anglandi. Tuyuqsiz bir jinoza ko'tarib kelindi. Sahobalar uning yaxshi gapini qilishib mundaq deyishyotdi. Bu kishi sadoqatli bir do'st, mehribon bir yaxshi bir bola, muloyim bir qo'shni edi. Miskinlarni do'st tutadi, qarzdorlarning qarzini to'lab yetadi, qalblarni amin topqizadi, g'am bosgan kishilarning g'amguzori edi. Yetim yesirlarning beshini silaydi, ojizlarga yordam beradi, Qur'onni do'st tutadi, doim masjidga boradi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga vojib bo'ldi dedi. Birozdan keyin yana bir jinoza ko'tarib kelindi. Sahobalar uning yomon gapini qilishib mundaq deyishyotdi. Bu meyit do'stiga vafosiz, ayoliga qattiq qo'l edi. Ota-onasini qaqshatdi, qo'shnisiga xiyonat qiladi. Biror qitimmi yetim yesirning beshini silab sadiqa qilmaydi. Boshqalarga tili bilan, qo'li bilan aziyat beradi. Qur'on o'qimaydi, masjidning yo'lini bilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vojib bo'ldi dedi. Sahobalar darhol so'radi. Nima vojib bo'ldi ya Rasululloh? Payg'ambar alayhissalom sizlar yaxshi deb maqtagan kishiga jannat vojib bo'ldi. Shuningdek, yomon degan kishiga do'zax vojib bo'ldi. Sizlar Allohning zaminidagi guvohchilarsizlar dedi. Xo'sh, mana hamma angladingiz. Kunlarning birida qabringizga elib berildiganligingizni bilasiz. Siz bugun aralashib o'tayotgan kishilar ata sizning guvohchilaringizga aylandi. Shun guvohchilaringizni yaxshi tanlang. Shundoq bir yaxshi qiz bo'lingki, vafot topgan vaqtingizda dadangiz, "Ey Alloh, bizni yerga qaratmagan. Bizga yaxshi muomala qilgan shu qizimga rahim qilgan." U bizga yuqori ovozda gap qilmaydi. Yaxshi so'zlarni qiladi. Qarindoshlar bilan yaxshi o'tadi. U hamisha bizning roziligimizni izlaydi deb duo qilsin. Shundoq bir ayol bo'lingki, siz vafot bo'lganda yo'ldoshingiz siz uchun, "Ey Rabbim, meni o'ziga o'xshash ko'rgan ayolimga rahim qilgan. U mening sharafimni qo'g'didi. Oilamni illatdi. Bolalarimga mehr shafqat yetkazdi. Oilamdagilarning hurmatini qildi. Ey Rabbim, u haqiqatan qiyinchiliklarga sabr qilib, xushal kunlarda shukr qildi. Uning qabrisini jannat bog'chilaridan bir bog'ichi qilgin" deb duo qilsin. Shundoq bir kuyimchan ona bo'lingki, siz kasal bo'lib qolganda farzandlaringiz siz uchun, "Ey Rabbim, mehribon va kuyimchan onamga rahim qilgin. U biz uchun hayotini fido qildi. Bizlarga o'rnak bo'ldi. U bizni namoz o'qishga buyurib, roza tutish uchun uyg'otdi va Qur'onni yodlatqizdi. Ey Rabbim, u bizga farqli muomala qilmay, bir-birimizga hasad qilishdan saqlab qoldi. Ey Rabbim, uni aziz qilgin, yotgan yerini nurlantirgin" deb duo qilsin. Shundoq bir yaxshi singil bo'lingki, siz o'lib ketganda qarindoshlaringiz siz uchun, u bizning suyumli singlimiz, qalbimizning bir parchasi edi. Biz uni yo'qlab bo'lamasak, u bizni yo'qlab turadi. Biz uningga hadiya bermasakmi, u bizga hadiya berib turadi. Biz uningdan faqat yaxshi gapni angladik. Uningdan faqat yaxshilikni ko'rdik. Ey Alloh, uning qabrisini jannat bog'chilaridan bir bog'chi qilib bergin deb duo qilsin. Shundoq bir kelin bo'lingki, vafot topgan vaqtingizda qiyin onangiz, "Ey Alloh, bu qizimni o'z qizlarimdan michori ko'raman. Mening eg'irimni ko'tardi. Menga hurmat qildi. O'g'limning menga yaxshilik qilishiga yordam berdi. Ey Alloh, uningga menga shafqat qilgandek shafqat qilgin" deb duo qilsin. Shundoq bir qiynani bo'lingki, vafot topgan vaqtingizda keliningiz, "Ey Alloh, bu onam menga o'z onamdan michori edi. Ojiz vaqtlarimda u menga tayanchi bo'ldi. Ko'nglim yerim bo'lganda menga tasalli berdi. O'g'lini menga yaxshilik qilishga buyurdi. Navrilarini o'xshash ko'zli ko'rdi.
ey Allah, onunğa fazli kəriming bilan muomala qilgin deb duo qilsin. Shundoq bir chiqishqa qo'shni bo'lingki, vafot topganingizda qo'shningiz, ey Allah, u mening qarindishimdek edi. U mening qiz bir tuqqunimdek bo'lib ketgan edi. Beshimga kun tushganda yordam qilgan edi. Beshimizga kun tushganda u bizga hamroh bo'lgan. U hech qachon bizning sirlarimizni oshkorlamagan. Bizga azaldan hurmatsizlik qilib boqmagan. Kasal bo'lib qolganda bizni yo'qlab turgan. O'lim yetim ishlarimizda yordam qilgan. Tamoq assam bizga sungan. Uchrashganimizda bizga salom qilgan. Ey Rabbim, uni o'z panohingga og'aysan deb duo qilsin. Shundoq bir ishonchli do'st bo'lingki, siz o'lib ketganda do'stingiz siz uchun, ey Rabbim, u menga sen ato qilgan bir ne'mat edi. U menga seni asiltib, sana itoat qilishga qiziqtiradi. U menga hayotimdan ayrilmaydigan Qur'on va qo'limdan tushirmaydigan bir tasbihni hadiya qilgan edi. U mening sirlarimni yaxshi saqlaydi. Men adashqanimda u meni astoydillik bilan meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Qayg'urganimda tang qayg'urib menga mehr beradi. Xo'shalliqim uning xo'shalligi bo'ldi. U menga qalbini va uyining eshigini ochgan edi. Ey Rabbim, sen uningga jannatning eshigini ochqaysan deyalisin.